Hammaga assalom do'stlar. Bugungi videoda biz MyStack serverida mana shunaqa shirindan shakar bo'lgan sho'rvalarni tayyorlashni o'rganamiz. Bo'lmasam tayyorlashni o'rganishni xohlasanglar videoni oxirigacha ko'ringlar. Okey. Birinchi o'rinda biz serverga kirib olamiz. IP mana pastda turibdi yoki tepada. Okey. Serverga kiramiz o'sha. Serverdan hop survival rejimiga kiramiz. Hop ozgina aylanamiz va hop qozonga piyozni solamiz, aralashtiramiz, ozgina kutamiz. Hop, okey bo'lyapti. Уже сразу orqasidan go'shtni sovuramiz. Okey, go'shtni ham уже solyapmiz. Okey. Go'shtni ham qizarib olishini ozgina kutamiz. Orqasidan tezda sabzini solib, uni ham aralashtirib olamiz ozgina. Hop, okey, orqasidan sразу guruchni solamiz-da. Ozgina aralashtirib turamiz. Hop, okey. Orqasidan 2 qoshiq shakar solamiz. Hop, ustidan 10 litr okey sirka kislotasidan quyamiz. Okey. Aralashtiramiz. Shundan so'ng bir kunga dimlab qo'yamiz. Xo'sh, bir kun dimladik. Okey. Ozgina aralashtiramiz. 10-15 minut aralashtirgandan keyin, okey. Hop. Yana 2 kunga dimlab qo'yamiz. Mana bizda mazali bo'lgan osh tayyor. Bizning Amerikaning eng milliy taomi bo'lgan osh tayyor. Video yoqqan bo'lsa like bosing. Hammaga xayr.